Elhamdülillah. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Cenab-ı Allah subhanahu ve teala ve tekaddeske hamdü sana. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge duayı salam yollap boğandın keyin maqsadga kelsak, bugün so'zlamoqchi bo'lganimiz Tenqihul usul fi ilmil usul namliq Sadr-ı Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud el-Mahbubi el-Bukhari rahimahullah yazgan bu büyük kitapның 3. dersi Usul-el Fiqh mavzusuga keldik. Bugün sözlemoqchi bo'lganimiz bu Usul-el Fiqh degan birikme mavzu. Biz bundan burunqi darslarda Usul-el Fiqhni ayrim halda, usulni ayrim, fiqhni ayrim halda tahlil qilib, tushundirib yeshib o'tgan edik. Endi bugün Usulul fiqhni ikkisining birikme holatidagi beradigan ma'nosini, ko'rsatadigan ma'nosini tahlil qilib o'tamiz. Usulul fiqh degan nima endi? Biz beshta usulni ayirib, aslni boshqa narsa uning ustiga qo'yiladigan narsa asli bo'ladi dedik. Fiqhni bo'lsa shar'iy dalillarni bilish dedik. Tushunishdik, yetishtab shunda tushunadigan bo'ldik. Endi usulul fiqh. Bunda fiqhning asli degan nima? Deganda fiqhning asli degan fiqhning dalillar bo'lsa, deydi. Ve usulul fiqhi el-kitabu ve sünnetu vel icma'u vel qiyas deydi. Abdurrahimullah. Yani usulul fiqhi degan nima deganda hamda bizniki asosiy maqsadimiz keldik hamda usulul fiqhi degan kitap, yani Qur'oni Karim ve sünnet degan yani hadis sharif ve icma degan sahabalarning, mujtahidlarning icması vel qiyas ve qiyas qatorliq mana mushu to'rti fiqhining aslisi degan mushu, usul fiqhi degan mushu. Birikme degan ma'no mushu. Endi Musannif rahimahullah bundan ilgili usul-el fiqh deganni ayrim bizga tahlil qilib tushundirib, usul degan aslning ko'plik shakli, asl degan boshqa narsalar uning ustiga qo'yiladigan narsa, ya'ni usul-el fiqh degan fiqhi shu fiqhi uning ustiga qo'yiladigan narsa usul bo'ladi deb bizga tushundirib o'tgan. Endi bizga miyada fiqhi ustiga qo'yilgan narsaning nima ekanligini, fiqhi uning ustiga qo'yilgan narsaning haqiqatining, mohiyatining nima ekanligini bizga bayon qilib berib, mana mushu 4 narsa kitob, sunnat, ijmo, qiyos mana mushu fiqhi ustiga qurilgan narsa. Fiqhi mushu 4 narsaning ustiga qurilgan deb bizga bu ko'rsatmani berdi. Undan keyin bunu cümlede qistirma qilib so'zlab qo'ydi. Ve in kana za far'an lis-salasati idil illatu fihi mustanbatatun min mawaridiha deydi. Yani gerçi bu yani kıyas u üçünün yani kitap, sünnet, icmanın bir tarmıqı bolsa mu? Bunu muşu qatada 4 tane aslının qatarda keltirdik. Nima üçün dese? İzil illatu fihi. Çünkü qiyastiki illet bolsa şu kitap, sünnet, icmadan ibaret bo'lgan manbadan elip chiqarilgandir. Yani bu gapniki yaşmisiga kelsak, ilgirki avval qo'shchani kitob, sunnat,
icma degan ma üçeylen mutlaq asıl. Yani mutlaq asıl, mutlaq delil. Mutlaq delil. Nimişqa? Çünkü her biri kitap, sünnet ve icma, sahabilerin, müctehitlerin icması hükümni sabit kıla alaydı. Hükümni konu yagi daqab ma işning hükmü ma'u deb hükümni bila alaydı. Mesela bir ishning hukmi Qur'oni Karimda aqimus salat deb kelgan bo'lsa, namoz o'qinglar deb kelgan bo'lsa, namoz o'qishning farzligi degan hukmni shu Qur'oni Karimning oyati bilan sabit bo'ladi. Bir ishda hadis sharifda Payg'ambar alayhisalom bir ishga buyurgan bo'lsa, shu buyruq bilan şunun hükmü sabit tutu, ya vacip ya sünnet deb hüküm sabit olaydı. Eğer de kitap sünnetten hüküm uçuk bayan kılınmagan, hüküm bayan kılınmagan işte olsa sahabilerin hemmesi birlikte bir hükümde birlikte kelgen olsa, mana muşu hüküm mü? Yani okşaşla sabit bola verildi, sabit bola verildi. Hem de kıyasga gelsek. Qiyas nemüz vəcidin qiyasni şunun qatarığı tıxıb qoydu deyə kelsek, qiyas bolsa bir tərəfdən, şunda bir tərəfdən qaraydigan bolsaq bu asıl, yəni şu usul fiqhininki asıl, yəni delil, asli ul asaslarıdır. Nemişqa? Çünki o hükümge nispeten asıldır. Qiyasdan mı hüküm elinedi? Hükümge nispeten asıl. Ve yeni bir taraftan qaraydigan bolsak bu tarmaqdır. Nemedir? Yani mavu üçüge qarsak kitap, sünnet, icma tarafından qarasak bu tarmaq görünüdü. Eğer hüküm tarafından qarasak bu asıl, yani asas görünüdü. Nimişqa degende? Çünkü qiyasdaki illet muşu kitap, sünnet, icmatin elingan, şu icmaatdaki illetlerden elingan. Kitap, sünnet, icmaatın ibaret, şu menbədiki illetlerden elingan, qiyasdaki illet. Şu illetlerge qarab durup, şulardaki illet ile qiyasdaki illet ikisi oxşaş beraber bolgan vaqtida andigin qiyasga hüküm elingan. Onda olganda qiyas bilan sabit bolgan hüküm bu qiyas bilan, yani qiyas arqılık konu yerinde kaçkan, sabit boğan, mukumlaşkan hüküm bu kıyasının üzülen sabit boğan bolmasın belki yukarıki kitap, sünnet, icma katarlık deliller arkalı sabit boğan buludu. Eminiyette sabit hükümlerini mukumlaştırıcı, sabit kılıcı dememez, kıyasının üzü emez belki kitap, sünnet, icma buludu. Belki bu kıyas diyen fakat hükümünü aşkar kıpırdıgan, bayan kıpırdıgan bir hükümünün aslındaki mahiyetini biz gibi bir bayan içip verdiğin içip bergücü. Bayan bergücüden buldu xalas. Yani öz aldığa mustakil hükümünü sabit kılıcı olmaydı. Hem de biz Kur'an'daki hükümünü sabit oluşu hem öylenge malumluk. Hadis bilen hüküm sabit oluşu hem öylenge malumluk. İcma bilen hem öylenge malumluk. Bunun tepsili söyleyip bitimiz onu. Hem hazır belki çoğun kılıp kemimiz. Hem de hazır biz kıyas arkalık elip çıkarılgan hükümlerini bir misallarını sizle biteyli. Hem de kıyasının kitaptın elingan hükümünün misali. Mesela heyizdar ayalniki heyizdar haletide heyizdar ayal bilen heyizdar haletide münasebet ötküzüşünün haramlığı qarab bachchivozlik qilishning haromligini bachchivozlik qilishni harom deb hukm elish. Mana bu kitobdan olingan qiyosning bir misoli. Alloh taolo Qur'oni Karimda heyizdar ayol haqida bunday degan: A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve yes'alunke anil mahid qul huve ezen فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين
ve yuhibbul mutatahhirin. Bakara surasının 222. ayetinde Allah Teala deydi. Ulu sizden heyzden soruşudu. Den ki o heyz degen bu eziyettir. Ayallardan heyzler vaxtada ayrılıp durunlar. Ulağı ta ki pak boğan kadar yakın yürümağlar. Ta ki pak boğmağıcılıkka yakın yürümağlar. Ula kaçan ki pak bolsa ulağa Allah Teala buyurganın, sizlerin Allah Teala buyurgan yerdin kilanglar. Allah Teala şüphesiz ki tevbe kılgıçlarını yaxşı korudu ve paklangıçlarını yaxşı korudu dedi. Beyadaki bu ayetteki şahit, bizdeki hazır delil kılmakçı boğan sözümüz bolsa, bu ayetteki illet, yani heyizdar ayalga heyizdar ayaldan ayrılıp duruş lazım boğan, şunu lazım kılgan illet bolsa eze. Allah Teala'nın kul huve eze. Bu heyiz degen bir azar, eziyettir degen muşu kavli. Yani eziyet. Yani heyizdar vaxtida heyizdar ayallar bilen münasebet ötküzse bu heyizdar ayallar nispeten katlı bir kesel elip keledi. Nihayeti bir ziyan, zahmet elip keledigan bir illet bu. Mana bu heyizdar ayallar yakın yol aşkın bolmaslık Allah Teala çeklevatkan sebep asasi maksat nima? Şu yerdeki bir illet bolsa yani ziyan zahmet etküdüş. Hazırki doktorlar yani her ayat ikkinisiga kesellik payda buludu dep tadqiq alınba. Endi bachcha vazliqda mu yani muşunun o'xshash aziyat. Belki bunu da qattiqroq. Yani Allah Teala buyurgan yani kami başka yerden başka münasebet ötküzüş. Bu iş bunun da tahi kesellik, azar tahi hezdar halatı geçtiğini bekar qanamba. Yani demek bachcha vazliqdagi illet bilan ma o hezdar vaqtida illet ikkini illet bir bo'lib qoldi. Shuningga qarab bachcha vazliq qilishmi haram deb degan hukm berildi. Bu hezdagi shu illetga qiyos qilib berilgan, qiyos qilib berilgan hukm. Endi biz sünnetten ilingan qiyasniki hükümlerine qarab bakaylı. Mesela bir tağa buğdayını iki tağa buğdayga setiş. Bir tağa buğdayını iki tağa buğdayga setişinin haramlığına qarab bir tağa gejni, yani genci. Bir tağa gejni iki tağa genciga setişinin haramlığı hükmüne eliş. Mesela bu hakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin da hadisi sabit bolgan. Peygamber sallam diyen ki el hintatu bil hintah mislen bi misl yeden bi yedin vel fadlu riben. Yani buğday setiladi. Buğdayının baraberliği. Oxşiga nahmu nah setiladi artıq yani yani iğilik cəhətdə birisi artıqlap qalğını ya vel fadlu diye artıqlap qalğını cəzanıdır degan hadis. Ve Peygamber sallallahu yana bir hadisi altınğa yani altınğa setiladi. Kümüşke, buğdayga, apıga, xormuga, tuzga setilishga to'g'ri kelib qolganda almashtirish to'g'ri kelib qolganda mislan bi misl degan o'xshiga degan yani ig'liq jihatda demakchi. Ig'liq jihatda o'xshi ma qancha kilo kelsa ma shuncha kilo nahmu nah almashtiriladi. Kimki ziyade qilsa yani ziyade bersa yani birisi 1 kilo buğdayga 1,5 kilo buğdayını ziyade bersa yoki ziyade alsa 1 kilo buğdayga 1,5 kilo buğday alsa bu cazana qilgan bo'ladi. Cazanını ağuchi, berguchi cazanı da beraberdir. degan hadis.
Anladın. Yani bir hadiste, yani bir rivayette veznen bi veznin degan şu ig'irliqqa barobar degan oladigan bu hadislarni İmam Buxoriy, İmam Muslim ve İmam Ahmed qatorliq nurg'ulg'an hadisshunoslar rivoyat qilgan hadis intayin muttafaqun alayh. Endi bu hadislardagi şahit, yani bizning tutmoqchi bo'lgan delilimiz bo'lsa, Payg'ambar alayhisalomning mislan bi mislin va vaznan bi vaznin degan so'zlari masalan. Buğdayni buğdayga setishga to'g'ri kelib qolganda o'xshash sotiladigan, yani jing kilo jihatda, tarozi jihatda o'xshash ig'irlik jihatda o'xshash, o'xshash holat sotiladi degan. Mushu yerdan bir yerda cezanın illeti, cezanı buluş, birazdan cezanı payda buluşunun illeti, ikki tane illet payda olup çıkıdı yani. Bir illeti ne miken? Bir illet cinisdaşlık, yani buğdayını buğdayı qolaş. O'xshash narsani o'xshash narsaga almashtirgan vaqtdagi bir illet mavu, yani bir illet bo'lsa, mislan bi misl, vaznan bi vazn degan, yani o'xshash, yani ig'irlik jihati. Ig'irlik talebi. Yani o'xshash tartıladigan narsa. Mesela buğdaylarni mesela çayraklab satılsa, mesela altın gümüşlerini gramlab satılgandek, mesela her bir türdeki narsa o'xshash bir türlü tartıladigan narsa, o'xshash bir türde tartıladigan narsa şu cezanı mesela mush ikki illet cezanı payda bulacak bu maskın illeti. Eğer bir adam o'xshash narsani, jinisdash bo'lgan narsani, mesela buğdayni buğdayga almashtirib, ig'irlik jihatda, kilo jihatda o'xshash. Kam ziyoda qilmay tegishgan bo'lsa, jazoni bo'lmaydi. Shunda barobar bo'lmasligida o'sha jazoni kelib chiqadi degan mushu gapdan bir yerda jinisdashlik bilan vazndoshlik degan bir gap, ikki illat chiqdi. Shu vazndoshlik degan bir illat bizga mishadi degan hozir so'zlamoqchi bo'lgan dalilimiz. Delilimiz şu. Mana mushu buğdayını tağalab, çaraklab setish degandagi illat gencidimi tepiladi. Yani gejdimi şu illat bor. Gejdimi o'xshash bir kamchida. Buğdayni qanday kamchi turuz xapanda tartib satilgan bo'lsa, genjimi o'xshash shu xapan, şu turuzda tartıldı o gencimi tepili tartıldı. Şu illet o'xshash buğdaydagi tartıladigan o'xshash bir o'lchamda ig'irlik o'lcham birligida tartıladigan buğdaydagi ash illet gencimi tepildi. Şu sebepten bir tağa genciga ikki tağa gencini setishmi jazoni bo'ladi. Cho'qim o'xshash setish kerak degan. Mana mushu qiyosan hukm mishan elingan. Endi biz icmadan elingan qiyos hukmiga qarab bakaylı. Mesela icma arqali sabit bo'lgan bunda bir hukm bor. O'zining dediki, yani qulluq davrida mesela o'zining dedikiniki munosabat o'tkazgan dediki, chunki dedeklar degan er kishiga halol bo'ladi. Qancha dedik bo'lsa. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ma malakat eymanukum" deganlik uchun. Endi o'zining dediki, yani munosabat o'tkazgan dedikining onasini, buni onasimi dedek o'tamiz dedek deganing. Onasini vati qilish xo'jayiniga harom. Shu dedekning xo'jayiniga harom. Hattoki onasi uni qo'l ostida bo'lgan taqdirdami, bir dedekniki ona bola bir dedek bir xo'jayinning qo'l ostida bo'lgan bo'lsa, bu xo'jayin u dedekniki qizi bilan munosabat o'tkazgan bo'lsa, u dedekning onasi bilan munosabat o'tkazishi harom bo'ladi. Bu icma bilan sabit bo'lgan. Chunki bu haqda o'zida Qur'oni Karimda nas yo'q. Biroq Qur'oni Karimda nas ayollarning onalari haqida kelgan. Qur'oni Karimda kelgan nas ayollarning onalari haqida kelgan.
nima emas, bu dedekning onasi haqida emas. Endi biz bu shu dedekning onasiniki munosabat o'tkazishning haromligiga qarab, ijmo bilan sabit bo'lgan shu hukm qarab, bir odam bir ayol bilan zina qilgan bo'lsa, shu zina qilgan ayolning onasi bilan munosabat o'tkazishi, onasidan to'y qilib munosabat o'tkazishi harom degan hukm qiyos orqali qilingan. Mana qiyos orqali shu nimaga qarab turib ilingan, ijmodan qilingan yuqorqi hukmga qarab turib ilingan. Endi Qur'oni Karimda bu haqda hukm yo'q bo'lsa, bu haqda Qur'oni Karimda bu haqda bu shaklda emas, ayollarning onalari haqida oyat kelgan. Masalan, Alloh taolaning bunda ayeti var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hurrimet aleykum ummahatukum ve banatukum ve akhawatukum ve ammatukum ve khalatukum ve banatul ahi ve banatul ukht ve ummahatukum allati arda'nakum ve akhawatukum minar rada'ah ve ummahatu nisaikum ve rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah Teala Sure Nisa'nın 23. ayetinde bunda deydi. Sizlarga analarınla, yani demek ep tigişten bakma, elip tigişten gibi. Sizlarga analarınla, kızlarınla, kız kırındaşlarınla, tağa, hammaçılarınla ve bir kırındaşlarının kızları, kız kırındaşlarının kızları ve silahını imitken anılarınla, inik ananla, silahının imildaşıktın boğan imildaş kırındaşlarınla, kız kırındaşlarınla ve ummahatun nisaikum diye silahının ayallarınlarının anıları ve silah nikah öylenip münasebet ötküzgen ayallarınlarının silahının küçükünlardaki kızları, ügey kızlarınla eğer o ayallar bilen silah münasebet ötküzmeyi turup ayrılıp ketken bolsaňlar, ügey kızlarınlar bilen toylatsaňlar buludu. Sizlerge hiçbir günah yok. Ve silahının üzäňlärniki neslidin boğan oğullarınlarının hotullary ve iki kız kırındaşını bir nikahda cem kılışınlar. Muşlarının hemmisi sizlerge haram kılındı. İlla ma kad selef. Fakatla sizler Müslüman bulaştın, bu ayet nazil bulaştın ilgili kıpsagan bolsaňlar, bunu Allah Teala keçirvetti. Bunu oňuşsaň tutup alsaňlar boludy. İnnallâhe kâne gafûrar rahim. Allah Teala intayin mağfiretlik ve rahimlik zatdır. Endi bu ayet kerimede bizge hazır biz delil kılgan, bizge şahit boludygyny Allah Teala demişede ve ummahatu nisaikum, sizlerning ayollarınlarning onalary mutlak haram kılındı. Eğer mutlak keltirildi, yani buna ayollar bilen koy münasebet ötküzgen bolsun, koy münasebet ötküzmegen bolsun, şikim nikah ağalıgın ayol bolsa, bu ayolniki anası bilen öyleniş ona haram, katiyen haram. Endi dedekniki münasebet ötküzgen dedikinin anası haram diye hüküm icma sahabelerindeki icması bilen, yani icma ümmetlen birlik kelingen hüküm. Onu kendimde kıyas arkalık şu zina kılıngan ayalniki anası bilen vetiyi, anası bilen öyleniş, bunun haramlıkı kıyas arkalık şunun qarap durup elingan. Hükümden bir de zencir sıman keledi emde. Hoş, emde biz musannif rahimahullah bizge usulul fiqhinin birikme itibarı bilen, yani usulul fiqh diyen birikme itibarı bilen belgen manisini
bizga deb berib bo'ldi. Endi bizga usul fiqh deganni birikma e'tibor bilan emas, balki laqam, ya'ni taxallus. Usul fiqh deb taxallus e'tibor bilan bo'lgan ma'nosini bizga so'zlab beradi. Deydiki musannif ve ilmu usulil fiqh العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق. Yani usul fıkhi ilmi degan, yani ilmi usul fıkhi degan, usul fıkhi ilmi degan tahqiq yo'li bilan fiqhga yetkili bo'ladigan qoidalarni bilmak demakdir deydi. Usul fiqh ilmi degan, yani usul fiqhini bilish deganlik tahqiq yo'li bilan degan gap. Yani haqiqiy, amaliy yo'l, nazariy emas va ojiz emas, intayin kuchlik, haqiqiy bo'lgan, amaliy bo'lgan yo'l orqali, amaliy yo'llar orqali fiqhga yetkilib bo'ladigan qoidalarni bilishning o'zi usulul fiqhini bilish deb ataladi. Endi musannif rahimahulloh endi hozir ilmi usulul fiqhini maxsus bir ilmniki taxallusi deb bizga ta'riflayotadi. Yani ilmi usulul fiqh degan qoida kullilarni, yani qoida kullilar fiqhga yetkili bo'ladigan, fiqhni aydi tizlikda, fiqhning o'ziga, fiqh degani tushunib bo'lgan, fiqh degani hukmlar shu. Shu usul fiqh orqali ilingan hukmlar hammasi fiqh deb ataladi. Fiqhga intayin tizlikda tahqiq yo'li bilan yetkili bo'ladigan qoida kullilarni bilish demakdir deydi. Endi bu yerda biz tahqiq yo'li bilan deb qo'ydik. Tahqiq yo'li bilan degan nima degan gap desa, ya'ni ilmi xilaf, ilmi jadal yo'li bilan emas. Ya'ni mazhablar ara o'zaro ixtiloflashish, o'zaro jidallashish, sen mana harom deding, mavunda emas degan ilmi xilaf, ilmi jadal bilan emas, balki tahqiq yo'li bilan, ya'ni hamma mazhablar ara birlikka kelgan qoida kullilar bor. Shu qoida kullilarni bilish. Bu shu ilm usul fiqh bo'ladi. Chunki ilmi xilaf, ilmi jidal, ya'ni xilofiy masalalar ustida talash qilish masalalari bo'lsa, bu orqali fiqhning masalalari, garchi bu orqali fiqhning masalalariga yetkilib bo'lgan taqdirdimi, biroq tahqiq yo'li bilan yetkilib olmaydi. Tahqiq degan gap, ya'ni haqiqiy tahlil qilish, fikr yurgizish, bir şeyning tagiga yetib tahqiqlash yo'li bilan yetkilib olmaydi. Balki ilmi xilaf, ilmi jidaldagi haqiqiy murod muddao bo'lsa, raqibini yengib olish. Davliylashganda raqibni yengib olish uning asosiy maqsad. Lekin ilmi usul fiqhdagi maqsad raqibni davlatni yengib olib bir ish qilish emas, balki tahqiq yo'li bilan qoid kullilarni bilish. Endi qoid kulli degan nima degan o'taylik biz. Qoid kulli degan gap qoidaning ko'plik shakli. Qoida degan gap Uyg'urcha gap, bizning qoida, prinsip, nizom degan gaplar. Kulli degan gap, ya'ni umumiy degan gap, umumiy qoida. Anda xususiy parcha emas, butunlay cho'nglaydi. Masalan, xuddi nimaga qaraydigan, biz o'xshatsak dunyo xaritasiga o'xshaydigan. Masalan, biz dunyoni ichida ketib boramiz. Dunyoni ichida ketib borsak, shunday cho'ng ko'ringan bilan shunday yo'g'intib dunyo xaritasiga qolsak, dünya shunda bir kichik bir deptak, kichik bir to'plam orasida sig'ib ketgandek ko'rinadi. Biz dunyo xaritasi orqali hamma yani ma'nolarni ko'ra olamiz, xarita orqali. Qoida kulli shunga o'xshaydi. Dunyo xaritasiga o'xshaydi. Ya'ni biz xaritaga qarab mangamiz. Qoida kulli bo'yicha mangan odam xarita bilan mangan bo'ladi. Qoida kullini bilmay mangan odam xaritasiz mangan bo'ladi. Qoida kullisiz mangan odam xaritasiz mangan bo'ladi. Endi qoida kulli ikki xil bo'ladi. Bir qoida kulliya usuliyya, yana bir qoida kulliya fiqhiyya deb ikki bo'ladi.
Endi usulshunoslarniki usul fiqhidagi qoida kulli. Bu bir türlük bo'ladi. Fiqhidagi qoida kulli yana bir türlük bo'ladi. Endi qoida kulli usuli degan qanday qoida desa, bu bo'lsa shariatniki amalga oid hukmlarni elib chiqarishdagi ishlatiladigan vasila. Masalan, al-amru lil-vujub va nahyu lit-tahrim degandek masalan. Alloh taolo har qanday Qur'on Karimda masalan amr mutlaq, uni hech qanday bir qarinasi yo'q bo'lgan Alloh taoloniki haqiqiy muqtazosi, ya'ni talabini yandırdıgan bunday bir qarini bo'lmagan oyatda mutlaq amr vojiblikni paydo beradi. Nahi haromlikni paydo beradi degan bunday bir qoida bor. Qoida kulliya masalan. Buni ismini qoida kulli usuli deymiz. Endi bu qoida kulli fiqhiniki xilofi buni o'xshamaydi. Qoida kulli fiqh buni o'xshamaydi. Qoida kulli fiqh degan masalan hükümlerden bir toplanma bu. Hükümlerden bir cuglanma. Bir o'xshab ketadigan. Hammaning illati bir. Hükümlerge qarab ilingan bir umumiy bir qoida. Bu qoidaning ichiga bir necha hukm kirib ketadi. Bir masalan ad-darurat tubihul mahzurat degan bu qoida kulli fiqhi masalan. Ad-darurat tubihul mahzurat degan bir qoida masalan. Ya'ni zarur ishlar şeriatda cheklangan ishlarni mubah qiladi degan bir qoida var masalan. Bu Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi har qanday odam yigili bir narsa topolmay qattiq qisdi famani turra g'ayra bag'in va ala ayat deb har qanday odam o'zi tajovuz qilmay haddini eshib ketmay ondan yigilishim yo'q qolgan chaqda indaga o'lab qolgan narsani yeb salsa bunun Allah Teala günahını ütutu degan bir ayet. Mana shundan ilingan qoida masalan. Har qanday qoidaniki dalili var. Qur'oni Karimdan, hadis sharifdan ilingan. Ya shu oyatning o'zidan ilingan yoki shuning mazmunidan ilingan qoidasi var. Mana shu qoidadan masalan hozir korona zamanida nurg'ulg'ada masjidlarda nima qildi? Masjidlarda oylik qop namoz o'qidi. Masjidlarda bir metreden ayrılık kapkap namaz okudu. Bu aslında şeriat katlı çeklengen iş. Bu iş nima uchun bo'ldi? Ad-darurat tubihul mahzurat degan qoida bo'yicha mushu qoida bo'yicha bo'ldi. Shundan bo'ldi. Undan keyin masalan umr qilgan vaqtida yuzni yo'g'ib olish, ayollarning yuzni yo'g'ib olish cheklanadi. Ayollarning cheklanadi. Ayollar hammasi mask taqib umr qiladigan bo'ldi. Mushlarning hammasi tasadifi ahvallarda, yani ciddi ahvallarda onu ciddi hüküm verildi degan bir qoida. Mushu Qur'oni Karimda ilingan qoida bo'yicha bo'ldi. Mana bunda qoidalar masalan hamma qoida kulli fiqhi deb ataladigan har bir qoidaning aslida nurg'ulg'an hukmlar kirib ketadigan masalalar bu fiqhi deb ataladi. Xuddi shuningdek usul fiqhida shunday qoidalar bor va fiqhida shunday qoidalar bor. Endi bu usul fiqhi deganniki mavzusi, har qanday bir ilmning temisi, asosiy mavzusi bo'ladi. Ya'ni shu mavzuni cho'rlab tadqiq qiladi. Shu mavzuni cho'rlab tadqiq qiladi. Har qanday bilim bir mavzu bo'ladi. Shu mavzuni cho'rlab tadqiq qilib, shu mavzuni cho'rlab izlanadi, izlanib boradi. Mana bu usulul fiqhning mavzusi bo'lsa, nimadir? Shariat dalillari va hukmlardir. Shariat dalillari va hukmlardir. Endi shu usul fiqhi shariat dalillari bilan, kitob, sunnat, ijmo, qiyos qatorliq shariat dalillari va hukmlar degan gap shulardan ilinadigan hukmlar haqida tekshirish ilib boradi, shu haqida izlanish ilib boradi, shu haqida tadqiqot ilib boradi.
Endi Musannif rahimahullah deydi. Feyubhathu fihi an ahvalil adillatil mezkurati ve ma yeteallaku biha deydi. Yani şunda bo'lgandikin, biz yuqori so'zlab o'tgandek bo'lgandikin demakchi. Bu usul fiqhida mazkur, yani yuqori tilga olingan kitob, sunnat, hadis, qiyos qatorliq dalillarning ahvoli haqida ve şu mazkur dalillarga aloqador bo'ladigan narsalarning ahvoli haqida tekshirish, izlanish, tadqiqot elib beriladi deydi. Yani musannifniki demoqchi o'g'ini usul fiqhining doirasi mana biz yuqorida so'zlagandek bo'ladi ekan. Yuqorida so'zlagandeklar bo'ladi ekan. Usul fiqhida delillerinin ahvalidan, hükümlerinin ahvalidan ve delillerle alakadar, hükümlerle alakadar ahvallardan, ahvallar hakkında tekşürüş elip beriş, tadqiqat elip beriş vacip buludu. Neydi? Hem de bir yerdeki delillerinin ahvali, biz delil diyenini bildik. Delil diyenini bildik. Kitap, sünnet, icma, kıyasken delilini bildik. Hem de bu delillerin ahvali nime? Delillerin ahvali diyen nime dese? Bu delillerin ahvali diyen gap, yani şu delille hükümni ispat, şu delillerin hüküm ispat kılıştaki haleti. Anladın? Şu delillerin hüküm ispat kılıştaki haletleri. Mesela bu deliller kanda hüküm ispat kılıdı. Ma delilden perz hüküm çıksa, ma delilden sünnet hüküm çıksa, ma delilden mustahab çıksa, ma delilden haram çıksa, ma delilden mekruh çıksa degandek şu delillerin hükümlerini ispat kılıştaki haletini demekçi. Hem de ve ma yeteallaku biha diye, yani muş delillarga, muş delil ahkamlarga alakadar bo'lgan meseleler hakkında izleniş elip bardı diyen, alakadar bo'lgan meseleler diyen ne dese, muş delillarga alakadar bo'lgan mesele olsa, yani ihtilaf kılıngan deliller. Bu delillerge alakadar bo'lgan meseleler diyen, mavtut delil, kitap, sünnet, icma, kıyas, mavtut delil diyen, hiç kandak bir ihtilaf yok. Ahl-i sünnet ve cemaatniki oturursa da hiç kandak ihtilaf olmayan hem böyle birdek birlik kelgen deliller. İcma, kitap, sünnet, icma kıyasının delil ikenligi, hüccet davli ikenligi. Hiçbir ahl-i sünnetniki arasında ihtilaf yok. Lakin kalan yana birinci deliller var. Mesela istishabul hal, istihsan, mezhebus sahabi, şer'u men qablana degandek Hanefi mezhebide 10 tane ba bu deliller 22 gütegelim ba açkalımı ba. Boşuna nurgulluğan deliller ba. Şu arkalık hüküm alıdığan. Ulaniki hemmesi de ihtilaf ba. Bazılar yakdaydı. Fakat müştet kalan buludu deydi. Bazılar ağzı buludu deydi. İhtilaf ba. Hem de bana şu delillerini biliş degenlik katarığını mümkün gitti da. Şu muhtelif ihtilaf kılınan delillerini biliş kirip gitti o. Hem de ve yulhaku bihi deydi. Yani Musa İbrahimullah deydi. Ve yulhaku bihi el bahsu amma yesbutu bihadihil edille ve huvel hukmu ve amma yeteallaku bih. Hem de yani şununla deydi. Yani şununla degeni, yani yukarıda tilga elingan bahske, yukarıda nemin tilga aldı feyubhathu fihi deb anda qoğanda usul fiqhida mazkur delillerin ahvali hakkında tekşürüş elip berildi dedi. Hem de şu tekşürüşteki katarı demekçi. Şu tekşürüşünün katarıga muşu deliller arkalıqını kitap, sünnet,
icma, qiyas ve ixtilaf kılınan hem deliller arkalık sabit boğan nerse yani o bozumu hüküm. Onun da arkalık delil arkalıkta sabit buludu. Kur'an'dan ayet gelse bunun hüküm sabit buludu. Hüküm mukumlaşıdı. Hüküm çıkıdı. Yani muşu hüküm hakkında ve muşu hükümge alakadar boğan nerseler hakkında tekşürüş, elip beriş, izleniş, tedqiqat qilish muşu yuqoridagi delillar haqidagi va delillarga aloqador bo'lgan masala haqidagi tekşürüş, elip berishning qatoriga qo'shib o'tiladi deydi. Endi Abdurrahimovlarning bu yerda ve amma yetaallaku bi degan so'zi, ya'ni hükümge alakadar bo'lgan narsalar degani, hükümge alakadar bo'lgan narsalar bo'lsa, hükümge alakadar bo'lgan birinchi hakim, ikkinchi mahkumun fi, uchinchi mahkumun alayh. Hüküm. To'rt narsa var. Hükümni qilguvchi birinchi Allah. Hükümni qilguvchi Allah. Har qanday bir hükümni qilguvchiniki kimligi qaraydigan gap. Bu hükümni qilguvchi kim? Bu hükümni qilguvchi kim zodi? Yani Allah. Onundan keyin hükümning o'zi. Hükümning o'zi uni tadqiqot edib beramiz tabii dedi. Endi mahkumun fi. Mahkumun fi degan şu haqda hüküm qilingan ish, masalan. Masalan namoz desak, namazning hukmi, namazga buyurguchi Allah. Tamam. Namazning hukmi, namoz o'qishning hukmi nima? Farz namoz o'qishning hukmi farz. Onundan keyin şu mükelleflarning şu vaqtdagi şu ishi endi. Şu buyruqni yapargan ishi nima? Namoz. Mahkumun bih degan şu namozning o'zi. Namoz degan, sen namoz degan ibodatni qilgan namozning o'zi mahkumun bih. Şu ish. Hukm degan namozning farzligi. Hukm qilguvchi Allah. Ve mahkumun alayhi degan mükellefning o'zi. Shariatga buyurilgan adam. Namoz o'qishga buyurilgan adam. Mushu haqda masalan hüküm arqali hükümdeki tadqiqotlarni bo'lsa, ma'ning hukmi vojib, ma'ning hukmi farz, ma'ning hukmi sunnat, ma'ning hukmi makruh, ma'ning hukmi mubah, ma'ning hukmi harom degandek elib bo'lsa, tadqiqotlarni edib bunda olsun deb tushundirsa, onun kendinden mahkumun pehta masalan bu ish bunda ish olganlik uchun bunda hukm bo'ldi. Bu ishniki xarakteri mohiyati bunda olganlik uchun bunda bo'ldi deb bu şu ishniki namoz haqidagi, zakat haqidagi ishlarning xarakterlari haqidagi tadqiqotni olib bo'lsa, mahkumun alayhi deb bo'lsa, yana mukallaf, shariatniki buyruqlari ustiga yuklangan kishi mukallaf degan. Mukallaf haqida balog'atga yetgan kishiga hukm ma'vu, balog'atga yetmagan kichik bolalarning hukmi ma'vu, musofirning hukmi ma'vu, ayol kishining hukmi ma'vu, er kishining hukmi ma'vu deb bunda shu kishilar haqida tadqiqot olib berishning o'zi qatorliq ishlar hammasi mushu nimaga kirgizib o'tiladi? Yuqoridagi tekshirish bo'lgan adilla, shariat dalillarining qatoriga kirgizib o'tiladi. Demak, xulosai kalom, ifodai maram bizning demoqchi bo'lgan xulosai kalom shuki, usulul fiqh degan, bugungi darsning xulosasi, usulul fiqh degan kitob, sunnat, ijma, qiyosdir. Usul fiqhning mavzusi, yani doirasi, usul fiqhning aylanadigan, tadqiqot qiladigan doirasi bo'lsa, shariat hukmlari, shariat dalillari va shariat hukmlari, shariat dalillari deganning qatoriga shu dalil yuqorida aytilgan 4 dalilga aloqador bo'lgan jami ixtilof qilingan dalillarning hammasi kirib ketadi. Shariat hukmlari deganning qatoriga hukm, hakim, mahkumun bih, mahkumun alayh qatorliq hamma obyektlar shuningki ichiga kirib ketadi. Mana shu usul fiqh degan mushu haqda so'zlaydi deb Abdurrahimahulloh bu mazmunni bu yerda oxirlashtirdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na بما علمتنا وزدنا علما
وارزقنا بعبادك الصالحين وألحقنا بعبادك الصالحين.